Assalomu alaykum, Narxlar kanali obunachilari. 2026-yil avtomatik darvozalarimiz narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bu darvozalarimiz 2026-yil xudo xolasa trend bo'layotgan darvozalar. Sababi bitta pult bilan ochiladi, yopiladi akalar. Shu pult bilan masalan ishdan charchab kelib, shu pult bilan mana ochishingiz mumkin. Ketdi mana. Bitta pult bilan. Bitta pult bilan ochiladi, yopiladi. Stop deylik, mana stopga to'xtaydi. Svet o'chib qolganda nima qilaman deyishlaring mumkin. Svet o'chganda ham ishlaydi. Orqa tomonida rushnoy nimasi bor, bemalol svet o'chganda ko'tarishingiz mumkin. Pulti ham ikkitali bo'ladi. Bittasi cho'ntagingizda, bittasi uyda turishi mumkin yoki ikkitasi ham ko'chada bo'lishi mumkin. Bemalol ishlatib nima qilishingiz mumkin. Bu pult bilan endi mana bitta yopasiz, eziladi, yopiladi. Bu pultli darvozalarimizni material nimadan bo'lgan deyishingiz mumkin. Bular ham temirdan bo'lgan. Hamma joyi temir. Kvadrat metrini aka 1.600.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovka qilib beramiz. Razmer shunaqa katta bo'lsa 1.600.000 so'm chiqadi aka. Agar razmer kichkina bo'ladigan bo'lsa 1.800.000 so'mdan qilib beramiz. Sababi kvadratiga qarab hisoblangan narsa bular. Xo'p, buni ichiga aka yana bir narsani tushuntirib o'tay. Bu razmer 4 metr bo'lsa, mana shu holatda hozir 4 metr enaga 4 metr bo'lsa, kalitkasini отдельно qilib solsa bo'ladi mana shu holatda. Agar 3 metr bo'ladigan bo'lsa, buni ichiga kalitka qo'yib bo'lmaydi akalar. Razmer katta joylarga to'g'ri keladi bular. Ko'proq shu garajlarga moslanyapti. Endi razmer katta bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shu holatda shohona boson qilib chiqarib berishimiz mumkin. Endi buni ham aka yo'llariga nalchi qo'yib berganmiz. Shohona boson qilib, ikkala yoniga 35 sm dan, tepasiga 70 sm nalchi qo'yganmiz aka. Hamma yog'i temir shumkali, issiq sovuq o'tkazmaydigandan bo'lgan. Bemalol tekshirib olishlaring mumkin. Darvoza zakaz qilsangiz uyingizga olib borib o'rnatganimizni ham ko'rasiz, xudo xolasa. Issiq sovuq o'tkazmaydi. Mana bu joylaridan mana aka mana bu holatda tushirib chiqarishingiz ham mumkin. Mana bu narsasini ichkarida turadi. Bemalol buni hali uyda mana bunaqa joyga o'rnatib qo'yiladi, mana tepaga chiqadi, pastga tushadi. Bundan stop qilishingiz mumkin. Mana pult ikkitasi ko'chada bo'lganda ham ichkaridan opalarimiz bemalol tushirib chiqarishlari mumkin. Endi bundan aka soni ko'p. Mana bunisini aka hozir bunga ichiga kalitka tushmaydi degan sababi mana shunisini ham aka ichida kalitkasi yo'q hozir bunisini mana. Kalitkasi yo'qlik sababi razmeri 3 metrda buni. Razmer 3 metr bo'lganligi uchun ichiga kalitka solish iloji yo'q narsa buni. Endi 4 metr bo'ladigan bo'lganda 4 metrga solib beraveradi ichiga kalitka. Xuddi mana ular singari, buni singari ichiga kalitka solib beraverardik. Endi bunda tushmaydi. 3 metr joylarga mana shunaqa tushadi. Endi buni ham kalitkasi bor yonida adden. Bularnikidaqa bitta bo'lmagani, endi bu aka mashina kirgan alohida garaj qilganlar, peshovodnikini sal 3-4 metr nariroqqa qilib qilinganligi uchun hozir bu yerda eshiklari yo'q. Eshiklari ham bor, mana tayyorlanayotgan. Shunaqa holatda chiqadi. Xudo xolasa aytganimdek shumkali, hamma joy temir. Hop, servis xizmatlari nima bo'ladi, buzilsa yo garantiyasi bormi deganlar uchun 3 yil garantiyasi bor. Motoridan biror joyidan buzilsa 3 yil servis xizmati bor. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa buzilmaydi. Chunki bu firmaning o'zi ham Troyetskiy firma, garantiyasini 5 yil bergan o'zimizga ham, xudo xolasa. Yaxshi xizmat qiladigan darvoza bo'ladi. Endi bunisi bor. Hozir bularni mana aka hammasini ishlatib beray aka mana. Tushadi. Ko'tariladi. Bitta pult bilan mana aka. Yaqinroqda olaylik mana pult bilan. Mana shu pult bilan ezib tushirish mumkin mana. Mana buni ezsangiz to'xtaydi, stop. Bo'ldi. Buni ezasiz, pastga tushadi. Buni hozir oq turganning sababi o'zi asli rangi mo'kir rang aka bularni. Mana bunisini shilib tayyor qilib kelgan. Ustida naklonkasi bor-da, naklonkasi shilinsa mana bu holatga keladi hozir bu ham mana. Mana shu holatga keladi. Ustida shilingan holat. Endi buni aka 3 xil rangi bor. Rangini so'rashadigan bo'lsa, rangilar Telegramdan aloqaga chiqsa tushuntirib o'tamiz, ranglarni ham tashlab beramiz. Bu qanaqa narsa bo'ladi ishganlarga mana aka. Mana shu narsa. Ichiga mana temir ichiga shunaqa po'kat tiqilgan, qattiq bu narsa, mana yumshoq narsa emas.
issiq sovuq o'tkazmaydi. Xudo xolasa, rosa baquvvat chidamli narsa. Mana bu holatga bukilmaydi ham aka mana. Rosa qalin material bor ham, parash, yubqa deyishlaring mumkin. Shuning uchun ko'rsatib o'tyapman. Endi buni hozir aytib o'tganimda aka, svet o'chib qolsa nima qilaman deyishsa aka, mana bu holatda kelsangiz svet yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda tushirib chiqarishlari mumkin. Mana orqa tomonlarni ham oling, orqa tomonlarni mana shu holatda mana pastga tushyapti aka. Eshingiz yopib qolib ketmaydi. Mana shu holatda pastga tushaveradi aka. Mana shu holatda pastga tushirib qo'yaverasiz, svet o'chadigan bo'lsa. Hop, agar ko'tarish kerak bo'ladigan bo'lsa, buni siraz orqaga aylantirsangiz, bu yana tepaga ko'tariladi aka mana. Bemalol ishingizni bitiraverasiz. Xudo xolasa zo'r. 2026-yil. Bundan bu yog'i endi asosan shu darvozalarda aka. Ko'pchilik erinib qolyapti, ishdan kelganda charchab, bitta pult bilan ochib, bitta pult bilan yopishlari mumkin. Buni ham pulti bor mana. Bular ham xuddi o'shalar bilan bir xil. Mana bitta pult bilan bu ham tushuntirib o'tay. Mana yonidagi nalichkalari siz menga qilib bering deysiz, unda ham qilib beraveramiz, lekin narxi 1.800.000 so'm chiqadi kvadrat. Yo'llar yonidagi nalichkalar bo'lmasa. Avtomatikani o'zini qo'yib bering deyishadigan bo'lsa 1.800.000 so'mdan chiqarib beramiz. Bunisi bor aka, bu ham o'sha bilan bir xil, hammasi bilan bir xil. Prosta endi buni nalichkasini ularga qaraganda zakasini shunaqa olganmiz, mana bu joyda tumbalari bor, kolonnalar bor 40 sm. O'sha narsani o'rash uchun mana bu narsadan foydalanganmiz bunda ham aka mana. Bu ham nalichkali, mana shu darvozalar ham bir xil, prosta ularga qaraganda nalichkasi sal boshqacharoq. Sabab aytganimdek, mana bu joyda shu 40 sm tumbalari bor, o'sha narsani yopgan. Buni ham o'sha ikkala yon tepasi bo'lib nalichka, o'sha darvoza bilan bir xil, kvadrat metr hammasiniki bir xil, chunki bir xil material ishlagan. Mana bu eshigini hech ochib yopmadi, mana zubr zamovlarda jihozlab qo'yganmiz. Ochilib yopilishi ham yengil bularni mana. Xudo xolasa zo'r xizmatingizni qiladi. Kraskasi qanaqa deyishsa, kraskasi aka o'sha firmani o'zining kraskasidan chiqqan. Buni biz sepmaganmiz. O'zi zavodskiy kraska. Xudo xolasa shilinmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana shu tosh bo'ladigan bo'lsa aka, mana bu joyini keling mana. Ko'rsataylik, shilinmaydigandan bo'lgan xudo xolasa. Yaxshi. Chiroyli chiqqan. Mana bu joylarning kraskasini o'zimiz qilganmiz, lekin mana bu joy o'sha firmani o'zining zavodskiy kraskasidan chiqadi bular. Quyoshga issiqqa chidamli. Xudo xolasa chirimaydi, garantiyasi bor. Endi bu darvozalarimiz hammasi aka, bu darvozamiz Qo'qonga o'rnaydi. Qo'qonga olingan. Mana bunisi bor, Qashqadaryoga oluvdik. Bu Buxoroniki ekan. Buxoroniki, u o'zi Qashqadaryoniki mana aka. Ash katta Qashqadaryoga olingan. Buni ham razmeri juda katta, eniga 5 metrmi deyki, 5 metrga 370 da adashmasam. 370 joyga tushadi. Bu ham mana pult o'zida turibdi. Buni ham bitta pult bilan aka ochaverasiz. Bu hali katta bo'lsa ko'tara olmay qoladimi deyishlari mumkin. Bu razmeri qizig'i yo'q. Yukli motor kuchli. Bemalol ko'tarib chiqib ketaveradi akalar. Qaysi darvozamiz sizlarga ma'qul bo'lsa, telefon qilasizlar, Telegramdan katalog tashlab beraman. Bundan boshqa darvozalarimiz ham bor aka. Temir darvozalar desalar, yonida ham turib temir darvozalarimiz bor. Bularning listi qalin, bular ham o'sha 1.8 listlar 2 qavat shumkali. Kvadrat metrini 1.600.000 so'mdan chiqarib berganmiz buni ham aka. Bunisi bor, soqqa-poson deydi, oddiy high-tech variantda qilganmiz buni. Hozirgi kunda 1.300.000 so'm qilib beryapmiz. Bu ham 2 qavat shumkali darvoza. Endi bular ruchniy rabota, bular avtomatik darvozalar aka. Avtomatik darvozalarni ko'ryapsiz. Endi qaysi biri sizlarga ma'qul bo'lsa, telefon qilinglar, to'liqroq ma'lumot beramiz. Kimga shunaqa avtomat darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa xursand bo'lamiz. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Chiroyli qilib olib o'rnatib beramiz. Zakaz qilsangiz, borib razmerni o'zimiz o'lchab olamiz, 1 oy ichida qo'yib beramiz. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda shunaqa 1 oyga olayotganmiz. Buning ichida endi mana so'rilarimiz bor aka, mana bular, ana kachilarimiz bor. Ular narxlarni olishtirib o'tamiz, hammasini ham. Mana bu so'rilarimiz bor aka. Buni ham yog'ochi bilan
O'zbekiston bo'ylab 6 million so'm dastlabki qilib beramiz. Yog'ochlari hamma yo'g'i bo'ladi, tayyor holatda bo'ladi, tagida g'ildiralarigacha bo'ladi. Qimmat deyishlari mumkin. Buni arzon variantlari ham bor, material yupqaroq bo'ladi. Solishtirib olaverasizlar bemalol. Mana bu narsalarni 10 go'ndan foydalanganmiz, 10 go'n bursdan darvozaga ishlaydigan narsalarni ishlatganmiz. Mana bu gullarni ham shu lazer gullardan foydalanganmiz. Eng qimmat variantda bitgan so'rilarimiz bular. Sizlarga qaysi biri ma'qul bo'lsa, telefon qilinglar, xudo xolasa chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Like bosingizdan chiqmasin.